Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlama hech qanday tashxis u malham, tobora ajlanar dardning o'chog'i. Yetalmasam kerak Toshkentgacha ham. Tek qo'y qo'zg'atmagin vujudim og'rir, ellik qaladigan yurtda ne gunoh, vatanning sharqida tug'ilib oxir g'arbida o'lmoqni bitibdi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korxol Toshkentda ochmasin hech qanday aza. Sim qoqing Abdulla Orifga darhol. To'xta aytib qolay jon pishmasidan, hammasi joyida sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida, shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti. Suv ber bir qultum. Ruh uzun ulfati jondan toymoqda. Oh, ota bo'lib men nima ham ko'rdim. Yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. 4 bolamdan birini menda ko'ngli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin, Nazira o'gaymas, uning o'g'li yo'q. Boburga aytinglar, Darxonga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan, qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan, to'yin ko'rolmadim qizlarimni ham. O'lsam 3 qizimga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat, yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech himmatingiz, o'zin ado qilar jonini ya, ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat necha bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas jon toraydimi? Buncha xayollada Azroil ham. Kelishini kutamiz endi nachora, bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lar-a? Rektorga borgin, bir iltimos qilgin uchrab o'ziga. Teksa tegibdi-da yordami axir Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana kelayotir ajal pishqirib, uzmoq bo'lar rizqi saodatimni, qaysi bir so'zimda olar ish qilib. Aytib qolayin-da shahodatimni.